Selam dostlar, hazır ıssak gitti, benim iş orunda hava yok diyen kellendi mine. Bunda bir şunda çöpreklerde mine şunda mine litr jarımlı savutların başlarını kesene çöprekte elek kerosin lampochka bulay, kerosin lampalar bulay, bir de şunu anda şimdi fitil bulay, indi şunda yine iskaminip kitadi bulagani bek iskaminal mine şu жерге xatlı mine şundan. Mine bunda benim ventilatör var mine. Ventilatör şu aylanıp elba to'xtab barayın, men söndürdüm tavuş katı. Mana shunday ventilator, hozir mana bu mana shu savutlarni ustga mingizdirga o'ylayman. Mana ustkarak mana shunda ustga. Bundan astdan ustga minalmay cho'prak bo'yicha tegisinga. Mana ozgina mana yartisini 30 gina prosent qaqadi mana 30 da to'g'ri 25-20 gadir. Suvda keragincha havasi sovmaydi. Mana hozir uni o'zgartirib qarayman. Men shu azirlab qo'ygan edim endi cho'prak. Ha, pauzaga basam da ko'rsatirman. Ha, ko'rasiz endi ishga mingizib qo'ydim mana bularni. Tag'in bir дополнительно deb aytmayman. Mana bu baklashkada mana shunda igna bilan tekishdim-da endi. Mana bu shibiq bilan cho'prak orqali tig'ib qo'ydim. Mana bularni azrakni mana bunsin ko'proq tutirga to'g'ri keladi. Mana juvishlatib turadi. Bunsi bulay olib ketadigan bo'lalar endi. Eshitsa birsi mana endi mana juvish bo'lib turadi mana. Tamchilab juvishlab turadi mana. Shu meni bilmay ko'p menga yetadi. Menga 8 soatga yetarga tegishtir deb o'ylayman. Ondan so'ng uyda da yasa bo'ladi birini fortichka degan narsangiz bor, juvish cho'prak ilib qo'ysangiz shundan havo kiratiran bo'ladi. Rahmat.